Assalomu alaykum. Tak, bugungi birinchi videomiz. Endi mana shu birinchi ko'rish rakursidan bo'ladi. Mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti CDX. Marhamat. Videoni to'g'risi ancha oldin boshlamoqchi edim bunaqa video olishdi, lekin o'zimcha o'yladim qanaqa mashinadan boshlasam bo'ladi. Keyin ko'p videolar ko'rib, hamma narsa baribir o'zingizdan boshlagani yaxshi ekan. Mana shuni to'g'rilatib qo'yishim kerak ozgina. Xullas, mashinaning ozgina ishi bor. O'zimizning mashina hech qanaqa sotuv uchun yoki birovdan olingan yo'q. Xo'p, bu 6 litrli gidravlika, propan, pokoleniya. Konditsioner xullas eng full pozitsiyasi. Lasettining 3-pozitsiyasi. Lyuka ham bor bizga endi. Zaril bo'lmagani uchun yozda unaqa lyuk bilan yurib olmaymiz. Shuning uchun xo'p, bunaqa videolarda juda ham ko'p tomosha qilganman. Juda ko'p tomosha qilganman. Endi Xudo xolisa mana sizlarga o'zim olib ko'rsatish nasib qilyapti. Mers bar mashinani olganimizda mana shu yeshka bar qo'yilgan edi. Biz shunday sotganmiz. Orqasi bu mashinada asosan dadam yuradi. O'shaning uchun hozir shunday kelishda oldin mashinani chiqdim videoga. Hech qanaqa tayyorgarlik bo'lgani yo'q, hech qanaqa mashinani tayyorlash ham bo'lgani yo'q. Qani bo'lmasa, Xudo xolisa menga taqib videoni boshlaymiz. Bismillah. Obzor yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Nimagaki bir marta ko'rib oldim, ya'ni to'g'rilab oldim, shundan keyin hali ko'rganim yo'q, qanaqa olinyapti, qanaqa emas. Sizlarga bunaqa videolar olishimdan maqsad mashinalarni xuddi o'zingiz haydab ko'rayotgandek o'zingizlar his qilishinglarni xohladim. Va mabodo ertaga mashina sotuvga kelib qolsa ham, uni ham albatta xuddi shu tartibda videoga olib, ya'ni mashina yurib ko'rib, ichidagi baribir mana atmosferasini ko'rsatib turib, odamga ko'rsatsa, bu baribir boshqacha emotsiya beradi, boshqacha his-tuyg'u uyg'otadi. Bu mashina bilan nima qilib ko'rmoqchiman? O'zi hamma yo'q qilib ko'rganman bu mashina bilan. Tezligini, boshqa narsa, qaysi tezlikgacha chiqa oladi, maksimal tezligi nima? Даже hozir mana benzin to'la, lekin benzin dachiga ishlamayapti, kim ko'rgan bo'lsa. Lekin benzin to'la. Mashinamiz 2013-yil 1.6 avtomat, 513,000 kilometr yo'l bosib o'tgan. Bu mashinada dadam, akam ham shu mashinada kerak bo'lsa Rossiyaga borib kelishgan 3-4 martalab. Shuning uchun probeg ko'p, lekin mashinaga vaqtida qaralgan, asrab, avaylab haydalgan. Shuning uchun Xudo xolasa yana qarab yursa mashina yuraveradi. 1 milliongacha ham kerak bo'lsa yursa kerak. Mashina o'zini qanaqa tutishini, shular haqida ma'lumot beraman keyinchalik videolarimizda. Bu mashinada ham albatta ma'lumotlarim bor. Shuning uchun kim yangi mashinasi bo'lsa, kim obzor xohlasa, pожалуйста, kelinglar. Tormozlarni qarang, joyida. Kelinglar, murojaat qilinglar yoki bo'lmasa pastda telefon nomer qoldiraman, shunga telefon qilib turib, shunaqa yangi mashinam bor, shuni obzor qilib bering yoki sotadigan mashinangiz bo'lsa ham, shunaqa sotadigan mashinam bor desangiz, men mashinani olib 15-20 minut, 1 soat haydab ko'rib, o'zim fikrim o'sha mashina haqida to'plangandan keyin men shuni videoga aytib, mashinani yoki sotib berishimiz mumkin. Bu narsa endi vaqti bilan shakllanadi, Xudo xohlasa. Bizda Lacettini bilasizlar, o'zini vaqtida juda ham hurmat qilishgan. Bosib ko'ramiz, qani bitta Gentro emas bu. Ko'rgan bo'lsangiz 5000 оборотgacha bemalol ketaveradi, chunki ограничениyalar yechilgan.
aytganimdek ограничение yechilgan, просто D ga qo'yib turib, ya'ni drive ga qo'yib turib 5000 6000 оборотgacha chiqarsa bo'ladi. Именно mana shu avtomobil. Qolgan avtomobillarda ham bo'ladi, albatta borib ограничениyalarni yechtirib turib haydasa bo'ladi. И tем более propanda, hozirgi momentda propanda ancha-muncha mashina yaxshi tortaveradi. Juda benzindaqa oktanni bermasa ham, lekin 80 dan balandroq oktanda yonadi. Shuning uchun hozirgi paytda biz O'zbekiston sharoitiga propan самый top. Bu videoni Xudo xolisa bugun 16-kun bo'lsa, maksimum 2 kunda montaj qilib YouTube sahifamga joylayman. YouTube sahifam ham Instagram, avto Instagram deb yozib qo'ygandim. Va o'sha sahifaga yuklayman. Tezligini ham sinab ko'rdik, tormozini ham sinab ko'rdik. Vaqtimiz bo'lgan bo'lsa, endi qancha bo'pti? 8 minut. 8 minut videoga olib qolasiz. Yana yurishimiz mumkin, lekin hammangdek kamarlar taqamiz, esdan chiqmaslik kerak. Shu yerda nazorat qilsak. Lekin Gentra, Lacetti bu mashinalar bizda hali beri o'zini avtoritetini, o'zini statusini yo'qotmaydi. Nimaga? Chunki avtomobil yo'lda o'zini yaxshi ushlashi, o'zini yaxshi tutishi, og'irligi, tormozi baribir uncha mashinadan ko'ra yaxshiroqligi, havoni kesishi baribir odamni bir marta haydab ko'rgan odam baribir yana haydayman deydi Lacetti'ni yoki bo'lmasa Gentra'ni. Gentra boshqani qaranglar. Lacetti'dan qilingan o'zi Gentra, lekin qanaqadir e'tibor bersanglar, agar boshqacha umuman material ishlatishganmi, aniq boshqa materialligu, lekin baribir Lacetti'daqa nima desam bo'ladi? Lacetti'daqa yumshoq chiqmagan. Lacetti Gentra'ning yonidan ancha yumshoq. Lekin Cobalt yumshoqlik qiladi anchagina. Cobaltni uzoq yo'llarga yaxshi deydi, lekin uzoq yo'lga yaxshi bo'lgani bilan ba'zi tarafini, bitta minus tarafini ham aytish kerak. Ya'ni Cobaltni orqasi baribir ozgina tashlaydi, aqa-baqa qiladi. Agar kim uzoq yo'lga chiqib ko'rgan bo'lsa, ya'ni orqasi yengil bo'lsa, mashina boshqacha tutadi o'zini. Lacetti'larda unaqa emas. Bosasiz, ya'ni Gentra'da ham xuddi shunaqa. Bosasiz, o'zini o'sha yo'lida o'zini qanaqa desa bo'ladi, yerda tishlab oladi-da, shunaqangi darajada xotirjam bo'lasizki, 80-90 da ham pоворotga kirishingiz mumkin. 100 da ham kerak bo'lsa pоворotga kirishingiz mumkin. Prям kuchli qayrilishga emas, no takoy yengil pavorotlarga 80-100 da ham xotirjam kirib ketasiz. Lekin Cobaltda, Sparklarda qo'rqasiz. Trekkerda вообще qo'rqasiz. Nimaga? Chunki Trekkerda men o'tgan kuni yurib ko'rdim. Trekkerda tormozini ham ko'rdim, tormozi ham takoy себе o'rtacha ekan tormozi, ya'ni qizib ketmaguncha tormoz ushlar ekan. Qizib ketdimi, все, tormozi o'ta ishonchsiz bo'lib qolar ekan. Ya'ni bilib bo'lmaysiz qachon qizib ketib, qachon sovishini. Tushunasizmi? O'sha siz katta trassada Algomga chiqdingiz, motori zo'r, Trekkerda 1.3 turbina o'zini ishini vaqtida qiladi. O'sha 2.5 оборотda ishga tushadi, уже tortib olib ketadi sizni. Algomdan o'tasiz, lekin to'xtash paytida tormozni bosasiz. Как Nexia 2. Nexia 2 daqiqa, xuddi Nexia 2 daqiqa yana o'sha surib ketaveradi-da. Shunisi bor. Endi bizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ichida baribir maqtaydiganimiz Gentra, Cobalt, Lacetti. Ya'ni o'sha Lacetti ishlab chiqarib bo'lishdi yoki bo'lmasa o'sha Malibu, lekin Malibuga hammani ham puli yetavermaydi. Tем более Malibu u oddiy xalq uchun baribir расходы, boshqa obслуживаниялari bilan to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Chunki hozir xalq baribir nima bo'lgan taqdirda ham arzonroq narsa xohlaydi, arzonroq obслуживание xohlaydi, arzonroq benzin xohlaydi, arzonroq gaz xohlaydi. И, соответственно, mashinaning ham расходы kamroq bo'lsin deydi. То есть benzin расходы kamroq bo'lsin deydi. Shuning uchun hamma baribir shu arzonroqga, kamroq sarf qiladiganiga yopishadi. Cobaltni pluslaridan bittasi ham shu bo'ldi.
Ya'ni mashina yaxshi yurishi, tez yurishi, undan tashqari расходni kamligi, nadежныйlikka bor. Cobalt ham klapanlar kuyib qolishi bor. Ko'p narsa unda ham minuslari bor, lekin baribir xalqimizga uni mana videolar xalq ichida tarqalib ketdi Cobalt haqida. Shular уже Cobaltni o'zini avtoritetini ko'tarib tashladi. O'zimiz ko'tarib tashladik desak ham bo'ladi. Hamma Cobalt bo'lib уже ko'tarib. Ot Nexia 3, hozir Nexia 3 o'tib ketdi, esimga tushib qoldi. Nexia 3 qanaqa mashina? Nexia 3 kichik, kompaktni shahar ichiga zo'r. Yuraveradi shahar ichida, lekin bitta narsani aytish kerak. Shumkasi yaxshi emas. Birinchidan, shumka qilgan taqdiringizda ham mashina takoy себе bo'ladi. Bunda ham hozir shumka qilingan, lekin ancha oldin qilingan, shuning uchun ovozlar baribir eshitiladi. Nexia 3 da bo'lsin. Nexia 3 yumshoq mashina. Tan olish kerak, Nexia 3 yumshoq mashina. Rasxodi ham kamroq. Mana Gentra'larga nisbatan. Lekin ichi, mana salonni tarpetka, interyer o'ziga tortmaydi odamni. Misol uchun Lacetti, Gentra, Cobalt ham mana karmashkalari, nimadirlari bilan o'ziga tortib turadi, lekin Nexia 3 u mashina bor, bo'ldi. Mindingiz haydatish shu. O'zim boshimdan o'tgan voqealarni men sizlarga aytib beray-da. Rossiyada bu mashinani haydaganmiz. -32 gradusga tushib ketib qolgan havo. Ya'ni bir kun oldin -12, ertasi kuni ertalab уже -32 gradus bo'lib qolgan Rossiyada. Rossiyada bo'lganimizda imенно shu mashinaga akam minib borgandi. Просто mashina hech narsaga reagировать qilmayapti. Ya'ni akkumulyator bor, hamma bor. Yurgizyapmiz, уже mashina muzlagan, ya'ni motor hech narsani aylantirib beradi, starter ham aylantirib bermayapti. Iloji yo'q, nima qilish kerak? Uni neytralkaga qo'yib, ustaxona yaqinida yaxshi 1,5 kilometr, 2 kilometr orasida ustaxonamiz bor edi, tanishdi. Borib ustaxonaga olib kirib, o'sha ertalab olib kirgan bo'lsa, yaxshi ustaxonaning ichi issiqroq edi, qo'yganmiz. Почти obeddan keyin, dedi 6-7 soatdan keyin borib olib kelganmiz mashinani. O'shanda faqatgina yurgan xolos, ungacha yurmagan. Tiem более Rossiyani sovug'ida endi birinchi marta olib borgan mashinamiz, hech kimni hech qanaqa sovuq haqida ma'lumoti yo'q. Biz ham sizlarga o'xshab O'zbekistonda yashab borgan odamlar bilmasdan mashinani yurgizganmiz. Mashina qizidimi, sirazu oynaydi muzlarni eritaman deb oynakka qilib qo'yilgan. Payechkani yoqib qo'yganmiz, oynakka qaratib. Qarabsizki, yorilish boshlangan paytda. Yorilib, ancha yorilib ketgandi. Bu hozir yangilab qo'yib qo'ydik. Xullas bu mashinani eng ekstremal sharoitlarda ham qo'llab ko'rdik, haydab ko'rdik va o'zini oqladi. Ma'lumot bo'lsa sizlarda, misol uchun mana shu avtomobil haqida ertaga misol uchun avtomobil sotib olayotgan paytinglarda meni ko'rib turib eslashingiz mumkin. Lacetti bunaqa mashina degandi bu bola deb aytishingiz mumkin. Men o'zimdan hech qanaqa qo'shganim yo'q, hech qanaqa o'zimdan olib tashlaganim yo'q, shuning uchun bemalol ishonib menga ertaga mashina olib turgan paytinglarda Lacetti olib turadi yoki bo'lmasa. Lacetti'ni ham 1.6sini bunaqa avtomati nima desam bo'ladi, ekonomichniroq. 1.8 ham bor, xabaringlar bor. 1.8 endi-da yurishi yaxshi, razgoni tez, lekin 1.8 baribir kaprizniroq motor hisoblanadi. Chunki unga qarash kerak, uni расходicha ko'proq. 1.8 bo'lgandan keyin ana yoningizga Malibu 10X turib qolsa bosgingiz keladi. Qandaydir baribir mana 1.8 degan narsa miyada turar ekanda odamlar. 1.8 degan narsa miyada turgandan keyin mayda-chuyda mashinalar kelib sal gazni ko'proq bosib qo'ysa bosgingiz kelib qoladi. Shuning uchun 1.8 ozgina injiqroq. 1.6 misol hozirgi paytda ham aktualniy olsangiz bo'ladi. 2026-yilda ham любой bozorga chiqib turib yaxshi sostoyaniyaliklarni topsangiz bo'ladi. 100 ming, 200 ming yurgan mashinani ancha o'ziga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Bugungi videomiz shular. Agarda kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'linglar, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Bu videolarni xudo xolisa Instagramga ham olamiz. Instagramga ham chiqaramiz. Va asosiysi podpisatsiya bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bu men uchun ham rahmat, ham meni kayfiyatimni ko'taradigan narsa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda yana ko'rishguncha.